Agar Alloh taoloning zikri bo'lmaganida mana shu dunyo mal'un, la'natlangan bo'lar edi. Payg'ambarimiz aytganlar, dunyo la'natlangan, faqatgina Allohning zikri bundan mustasno. Qiyomat qachon qoyim bo'ladi? Yer yuzida Alloh taoloning zikrini qiladigan odam qolmaganda, odam bolasi uchun yer yuzi harom bo'ladi. Shunda Alloh taolo amr qiladi, qiyomat qoyim boshlanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Robbisini zikr qiladigan kishi bilan, Robbisini zikridan g'aflatda bo'lgan kishini tirik bir inson bilan o'lik insonga o'xshatganlar. Masalul ladzi yazkuru robbahu vallazi la yazkuru robbahu kamasalil hayyi val mayyiti. Robbisini zikr qiladigan kimsa bilan Robbisini zikr qilmaydigan kimsa o'lik bilan tirikni misolida. Odamlar bor, haftalar o'tib ketadi bir marta Alloh demaydi. Na yotayotganda bismillah deydi, na turganda bismillah deydi, na ovqat yeganda bismillah deydi, Allohni eslamaydi. Bu qalblar o'lik qalblar, birodarlar. Odamlar bu masalada ikki turli bo'ladi. Yo Allohning zikrida doim bo'ladi, yo undan g'ofil bo'ladi. Bismillah dediz, zikr. O'tirganda bismillah dediz, zikr. Alhamdulillah dediz, zikr. Allazina yazkuruna Alloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim. Alloh taolo o'zini solih bandalarni maqtaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayoti boshidan oxirigacha zikr bo'lgan. Uxlaganida, haloga kirganida zikrdan to'xtadilar Rasululloh, boshqa payt Rasulullohning hayoti zikr edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, shariatni taklifotlari juda ham menga ko'plik qilyapti, og'irlik qilyapti. Bir yengilroq yo'lini topib bering" deb keldi. Shunaliga 5 mahal namoz o'qishlik kerak, ro'zalar tutishlik kerak, Qur'on o'qishlik kerak, otani yaxshilik qilish kerak. Tahorat shart emas. Qiblaga qarab turishing shart emas. Falondaqa kiyimli bo'lish shart emas, vaqt shart emas. Rasululloh aytdilar: "Qola la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah." Tiling Allohning zikrida to'xtamasin. Tiling Allohning zikri bilan namlanib tursin. Qiynmasa, faqat esdan chiqib qoladi-da. Mana bugun inshaalloh zikr haqidagi darsda eshitamiz, inshaalloh uyga borguncha hammamiz tasbih aytib ketamiz. To'g'rida uyga ketguncha jahimiz bekor ketyapti, hech kim yo'q yonimizda. Allazina yadhkuruna Alloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard. Robbana ma xalaqta hada batilan subhanaka faqina azaban nar. Alloh taolo o'zini bandalarni maqtab shunday deydi. Ular turganda ham, o'tirganda ham, yotganda ham Allohni eslaydilar. Hamda osmonlar va yerning yaralish haqida tafakkur qilib deyshadi. Parvardigoro, bu borliqni behuda yaratganing yo'q. Sen behuda ish qilishingdan poksan. O'zing bizni jahannam azobidan asragin. Bu Allohning zokir bandalari. Yurganda, turganda, o'tirganda Allohni eslaydi. Endi buni muqobilida g'ofil bandalar bor. Ular Allohning zikridan g'ofil. Alloh taolo ular haqida aytadi: "Astagfirullah va la tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawahu va kana amruhu furuta." Va biz qalbini bizni zikr qilishdan g'ofil qilib qo'ygan, havoyi nafsiga ergashgan va qilar ishi isrofgarchilik bo'lgan kimsalarga itoat etmang. Men uni qalbini g'ofil qilib qo'yganman, deyapti. Odamlar bor. Bugun bir marta Alloh dedingmi, desiz o'ylanib qoladi. Bir kun o'tib ketadi, bir hafta o'tib ketadi, bir marta bir duo o'qimaydi.